Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Zahmati juda ko'p, daromadi kam narsani sizga ko'rsataymi Afg'onistonda. Juda ham zahmati ko'p, qiyin, lekin daromad bo'lsa juda ham kam. Buni ko'rsataman, mana qanaqa holatdaligini. Mana do'stlar, buni biti bor. Bir oyda ham odamning nimasidan ketmaydi. Shunaqa bir biti yomon darajada. Shuncha bir zahmati ko'p, har bittasiga 10 marotaba qo'l tekkizib chiqish kerak. Qobig'ini olish, buni keyin juda ham arzon bu, shunchalik zahmatiga qaramay. Mana hozirgi payt mana shu ishlanayotgan ish juda qiyin. Mana shular kechalari yota olmaydilar. Bitni nimasidan qichish bo'ladi. Shunday bir og'ir zahmat. Lekin buni sotaylik desak bo'lsa juda arzon. Bir donasi 7000 so'mdan to'g'ri keladi o'zbek so'miga. Mana bu yerda agar buni nima qiladigan bo'lsak, mana bu yerda ham turibdi do'stlar, mana. Bu yerda ham turibdi. Buni o'tga yoqmasak, bu hech yoqqa nima ketmayapti. Hozir bir O'zbekiston tomoni ozgina olishi mumkin, Rossiyaga ketadi deb, u ham ko'p ketmayapti. 7000 so'mdan mana shuni. Bir donasi. Buni 7000 so'm qolganicha bizda ancha xarajat, 800 ming so'm bir o'sha boylangan jarayonga olishadi. Nihoyatda qiyin. Mana hozirgi paytda mana shuni aritish, donni olish nihoyatda bir qiyin do'stlar. Zahmati juda ko'p, daromad bo'lsa nolga teng. Shunaqa bir daromad yo'q bu narsada. Lekin dehqonlar nima bo'lganda ham shuni ekishadi. Boshqa narsadan ko'ra shu yaxshiroq deb bo'lganicha shuni ekishadi. Lekin buni qiyinchiligi haddan tashqari qiyinchiligi bor do'stlar. Buni quritish, buni saqlab qo'yaylik desa, sichqon ham bunga rasvo. Eng falokat, sichqon ham qo'ymaydi buni. Shunday bir qiyin narsa bu. Daromad 0 va daromad 0 desak ham xatolik bo'lsin, daromad bor, lekin juda kam. Zahmatiga yarasha daromad 0 ga tengda. Juda kam. Buni bittasini boylaguncha 800 ming so'm har bitta donasiga oladi. Mana hozir agar bu yerda bor bo'lsa, mana shu 7000 so'mga arziydigan spirgini mana hozir ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, buni har bittasi mana 500 grammga yaqin og'irligi bor. Lekin mana shuni bitta donasi, mana bir donasi shuni do'stlar 7000 so'm atrofida mana shuni. Bunga yetkazguncha bizni sof darbadar qiladi. Juda bir qiyinchilik bilan shu holatga yetkazamiz. Buni azobini nima deydi? Ko'rgan odam umuman bu narsani aldiga bormaydi. Lekin biz shundan boshqa daromad yo'qligi uchun majburan ekamiz. Mana shu yerlar shunga ekilgan do'stlar. Sizlardan iltimos qilib qolamiz, obunani kuchaytiringlar, bir obuna bo'lib qo'yinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Nima deydi? Hech narsa ketmaydi sizlardan do'stlar. Podpiska bo'lib qo'ysanglar mana. Ana bu 4 taligi. Buni 3 taligi bor, 4 taligi bor. Har birlari alohida narxda do'stlar. Mana shular 7000 so'm atrofida. Do'stlar, iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna uchun sizlardan hech narsa talab qilmaydi. Bir birodaringizni xursand qilib qo'ygan bo'lasiz. Bitta like arziydigan umiddamiz do'stlar. Afg'oniston hayotini bevosita bizni kanalimiz orqali kuzatish borish imkoniyatiga egasiz. Mana buni qiyinchiligini, bitta donasini olish uchun nihoyatda qiyin do'stlar. Mana